Voy, shunaqa joylarga kelsam yuragim siqilib ketadi. Voy, aytma. Mana qara. Rosa katta gapirardi-ku. Maniki, qati kelinlarni bitta qo'lida turar ekan. Pardasini qara. Yoshligimda bo'lardi shunaqalarni. Yuragim siqilib ketadi, tezroq ketadi. Mayli, Alloh rahmat qilsin. Voy, tavba qildim. Onasi chiqib ketayotganda, qizlari ham yig'lamadi, ko'rdingmi? Ekan. Tavba, undan ko'ra kelini uvvos solib yig'ladi. Kelin quturganimga shukur deb yig'layotganimiz kerak. Quvonch ko'z yoshlari. Rosa artist ekan kelini. Voy, tavba. Yo, onang o'lib turibdi, olib chiqib ketyapti. Ozgina yig'ib ber, to'g'rimi? Lekin kelin oydekkin ekan, o'rtog'im aytgandek emas ekan. Bolalarigacha tarbiya bera olmabdi, qoyil qolmadim lekin. Qizni tezroq ketadi. Yuragim siqilib ketadi. Nima deysan, Zeynab, to'g'rimi? Bo'ldimi, ketdikmi? Janoza ham tugadi уже. Keldingmi, keldik. Gapiradigan Barnoy ham yo'q, o'lib ketdi. Qonim ochib ketdi meni. Turlaring. Ahmad jo'jaga ham o'tbetga borib yeb olaylik bu narsa. Qo'shnilari ham ahilmas shekilli, qo'shnilari ham. Dobir ovqat-povqat olib chiqishardi, yeb olardik. Ketdik. O'lding, o'chding deb shunga aytishadi. Turlaring, kim ko'rib o'tiribdi baribir ekan.